bu hayotda hamma odamlar kamida bir marta o'qib chiqishi kerak deb o'ylagan asaringiz? Menimcha bu yoshga bog'liq. Agarda o'smir yoshdagi 16 dan 18 yoshgacha bo'lgan qizlar va bolalar uchun eng ko'p maslahat berganim Odam bo'lish qiyin asari. Bu asarni o'zim kechroq o'qidim, lekin hozirgi zamon yoshlari uchun juda ham mos keladi. Unda haqiqiy sevgi, muhabbat va o'sha sevgiga bo'lgan islomiy tarbiyani olsa bo'ladi. Boyata kambag'alata. Nimaga? Chunki unda moliyaviy tomonlar yaxshi ko'rsatilgan. Siz o'zingizga nima olgansiz? Moliyaviy tomonlama bilim olganman. Qo'llayapsiz hozir hayotda? Ha. Yo'q, hali qo'llab boshlaganim yo'q, lekin olganman. Hali chunki maktab bitirganim yo'q-da. Atom odatlari insonni kichkina odatlar katta muvaffaqiyatga yetish uchun keltiradigan yaxshi kitob deb o'ylayman. Nimalar olgansiz siz o'zingizga? Unda kichkina narsalar ham katta narsaga qodirlagan, kichkina odatlar. Masalan, ko'p insonlar "Men bo'ldi, bugun 100 bet o'qiyman, kitob 200 bet o'qiyman" deydi. Bu bir kun bo'ladi, 2 kun bo'ladi, 3-kun menimcha qila olmasa kerak bu narsani. Lekin atom odatlari kuniga 1 betdan yo 2 betdan o'qib, yil davomida yaxshi natijaga erishishdi. Davomiy.